Yaqinlarim, mana buni qaranglar, sentralniy ko'cha. Shunday katta ko'chani bo'yi yuzida 13 sotik joy uylarni qaranglar. O anta sportivniy plashatkalari ham bor ekan, Pavloniya daraxtlarini ham ekib qo'yilgan ekan. 13 sotik joy, 2 etaj, 11 ta xonasi bilan savdoga qo'yilyapti. Qaranglar, bunaqa joy topolmaysizlar pul zararligidan. Mana avtobus o'tib ketyapti, ko'ryapsizlar. Sentralniy ko'cha. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani G'alaba mahallasi, G'alaba ko'chasi. 13 sotik joy, 11 ta xonasi bilan chasni bog'cha bo'lgan ekan. Hozir mana sotib yuborilyapti. Bemalol kenayliga olib bersanglar, ham boqalda sizlarni shu yerda ishlab, ham yarimiga uchastka qilib olsanglar ham bo'ladi. Orqasi ham ko'cha. Bemalol katta darvozalar ham ochsanglar bo'ladi, 3 ta 4 ta uy joy qursanglar ham bo'ladi. 13 ta xonasi bor. 60 ta bolaga joy tayyor. Katta yo'l yaqin, gaz, svet, suv muammo emas. Qo'ni qo'shnilar zo'r. Kelish kerak, gaplash kerak. Egasiga turadi. Birlik ancha arzonga berib yuboradilar. Sizlar faqat telefon qilib taklifinglarni beringlar. Toshkentga yaqinroq joylardan uy joy bo'lsa, barter ham qilib yuboraman deyaptilar. Kelish kerak, gaplash kerak. Yaqinlarim, kanalga obuna bo'linglar. Kelish kerak, savdolash kerak. 13 ta xona, 2 etaj. Sog' bo'linglar, kanalimizni kuzatib turinglar. Baraka topinglar. Sizlarda ham uy joylar bo'lsa, sotmoqchi bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Arzimagan pulga sotilguncha xizmatinglarni qilib beryapmiz. Arzonga birovga olib berish yoki ustiga qo'yib birovga sotish degan narsalar yo'q. Hamma narsasi qoladi, ichida hamma narsa qolar ekan. Sanuzel xonalari kafel qilingan, zo'r. Lokatsiya zo'r. Narxini kelishasizlar. Suv, gaz bor gilavnisi. Toshkent shahariga yaqin, shu 10 minutlik yo'l. Zangiota ziyoratgohiga shu yerdan 5-6 kilometr. Mana bilaverasizlar. Sog' bo'linglar yaqinlarim.